Assalomu alaykum hammaga hurmatli kuzatuvchilar va kanalimizga yangi tashrif buyurganlar. Biz hozirgi videomizda Gemini ilovasi orqali surat va videolarni tayyorlashni tushuntirib o'taman. Xo'p, birinchi navbatda nima qilishimiz kerak bo'ladi? Birinchi navbatda mana shu yerda ko'rsatilgan Gemini ilovasini Play Marketdan yuklab olamiz va unga Gmail manzilini kirgizib bitta akkaunt ochib olamiz. Xo'p, mana Gemini ga kirib oldik, akkaunt ochib oldik. Undan keyin rasm va videolarni qanaqa qilib yaratamiz? Bu yerda buni bosib olamiz. Mana buni bosib tanlab olamiz. Bosganimizdan keyin biz unga bitta rasmimizni, o'zimiz o'zgartirmoqchi bo'lgan rasmimizni kiritib olamiz. Mana men bu rasmimizni tanlayman. Undan keyin yozishimiz mumkin bo'ladi. Xohlagan narsamizni ta'riflab, o'zimizni ta'riflashimizga bog'liq. Misol uchun yonimga menga mos qizni qo'yib ber. Shuni jo'natib olamiz, bo'ldi. O'zi yaratib beradi. Bu hozir internetda juda ham mashhur bo'lib ketdi. Hamma shu bo'yicha shuni qilib video joylaydi. Muhimi tez, mukammal, hech qanaqa o'zgarishlarsiz ko'rib turibsiz rasmni soxtaligini, Gemini'da tayyorlanganligini deyarli hech kim ajrata-olmaydi. Mana shundan yuklab olsak bo'ladi bu rasmni, bemalol yana qo'shimcha o'zgartirishlar kiritsak bo'ladi. Endi bu eng sodda ko'rinishi, bundan ham mukammal ko'rinishini hozir tushuntirib o'taman, qanaqa qilib rasm videolar tayyorlash mumkinligini. Xo'p, endi yana ham idealroq, chiroyliroq rasmlar yaratish uchun biz Banana Prompt saytiga kirib olamiz. Google'ga kirib mana shuni Banana Prompt deb yozsanglar, banana rasmi bor, sayt kelib chiqadi. O'sha saytga kirib olganimizda bizga mana shunaqa rasmlar uchun promptlarni beradi. Hozir premium bo'lib qolgan bular. Oldin bepul edi hammasi. 100% bepul edi. Hozir ideal chiroylilar mana premium sotib olish kerak bo'lib qolgan. Mana o'zim ham ko'p rasmlarimni o'sha yerda tayyorlaganman. Barcha o'zgartirishingiz mumkin bo'lgan stillar, hammasi bitta juda ham ko'p yana ko'rib chiqsa bo'ladi. Chatdan любой bitta rasmni promptini olib, mana kopiya qildik. Endi Gemini'ga kiramizda yana bitta rasm tanlab olamiz. O'zimizning rasmimizni tanlab olamizda. Endi so'rab olgan promptimizni chatga qo'shamiz. Rasm yuklamiz, sekinroq boshqatdan qo'yib olamiz. Har qanday o'zingizning rasmingiz, o'zingizning telefoningizda tushasizmi? Fotokamera tushgan rasmingiz bormi? Rasm sifati qancha yuqori bo'lsa, bu ham yuzingizni shuncha o'zgartirmasdan boshqa imijlar yaratib berish mumkin. Jo'natdik, mana rasmimiz prompt. Endi boshlandi. Hozir 1 minutga ham bormasdan rasmni tayyorlab beradi. Mana ko'rib turibsiz. Hozir bitta yuzim unchalik o'xshamagan bo'lishi mumkin. Deyarli o'xshaydi ham. Agar buni pulli obunasini sotib oladigan bo'lsangiz, bundan ham idealroq rasm, videolar tayyorlab beradi. Yuzingizni o'zgartirmasdan, ya'ni. Siz qanaqa bo'lsangiz, xuddi shunaqa rasm, videolar tayyorlab beradi. Men o'zimda tayyorlagan rasmlarim juda ham ko'p. Rasmlarim, videolarim, mana logolar, brendlar uchun logolar tayyorlab berganman. Har xil rasm, videolar, mana prank rasmlar, zapal videolar yasab berganman ko'pchilikka. Mana ko'rishingiz mumkin. Qanaqadir logolar uchun rasmlar, o'zingizning shaxsiy brendingiz uchun rasmlar, prikol rasmlar juda ham ko'p mana. Prank rasmlar bor. Foydalansangiz bo'ladi, yaxshi maqsadda iloji boricha. Endi buni pulli obunasini 1 oyga bepulga ishlatib olsangiz bo'ladi. Qanaqa qilib? Birinchi ochganingizda pulli obunasini 1 oy sinab ko'rish degan narsasi bo'ladi. O'shani ochasizda, bitta Visa karta ulaysiz. Ichida puli bo'lishi ham shart emas. Ulaysizda prosta ishlatib yuraverasiz. Obuna bo'lib olasiz. Oxirgi oyga yaqinlashganda, o'sha 1 oy muddatga yetganda o'zi aytadi. Nima qilasiz? Yoqdimi? Sotib olasizmi? 1 oy yoki 3 oylik, 1 yillik premium obunani sotib olasizmi deydi. Siz yo'q, sotib olmayman, kerak emas deysiz. Bitta bo'lsangiz 1 so'm pul to'lamasdan chiqib ketasiz. Yoki boshqa 1 yillik obunani bepulga olish bor. Uni videosini YouTube kanaliga, Telegram kanalimga joylaganman. Tashlab berganman linkini. O'sha linkdan ko'rib olsangiz bo'ladi. O'shanda 1 yillik obunani qanaqa qilib bepulga olish usuli ko'rsatib o'tganman. Qisqacha shu.
Gemini ilovasini ishlatish. Endi bu o'zingizni fantaziyangizga bog'liq. Nimalar yaratmoqchisiz, qanaqa yaratmoqchisiz, prompt yozishingizga bog'liq. O'zingizdan kelib chiqib o'zbekcha prompt yozsangiz ham bu o'zgartirib beradi. Mukammallik darajasi shu premium obuna bo'lib ishlatsangiz ancha mukammal rasm chiqarib beradi. Bu ham yomon emas. Qanaqadir studiyaga borib, pul to'lab rasmga tushishga hojat yo'q. Bemalol o'zingizni brendingiz uchun, akkauntlaringiz uchun rasm, videolar tayyorlab olsangiz bo'ladi. Qisqasi juda ham oson. O'zingiz ko'rib o'rganib olsangiz bo'laveradi. Foydali maqsadda Telegram kanallar uchun, YouTube kanallar uchun ham narsalar tayyorlasa bo'ladi. Brendlar uchun shu logo tayyorlasangiz bo'ladi. Har xil rasmlar. Xullas, ko'p maqsadlarda foydalansa bo'ladi. Juda ham foydali. Ham ideal ravishda yasaveradi. Ko'pchilik ChatGPT yordamida rasm tayyorlanyapti, lekin u Gemini'daqa professional rasm, videolar tayyorlab bera olmaydi. Xo'p, hammaga rahmat. Qisqacha Gemini ilovasida ishlash bo'yicha tushunchalar berib o'tdim, qo'limdan kelgancha. Yana ham idealroq ishlash bu o'zingiz fantaziyangizga bog'liq. Qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozishinglar mumkin yoki Telegram kanaldan o'zimni lichkamga yozishinglar mumkin. Bevosita to'g'ridan-to'g'ri o'zim tushuntirish ham olib borishim mumkin. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, like, kommentariya kutaman. Bu ozgina bo'lsa ham bizga motivatsiya bo'ladi. Hammaga rahmat.